Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali a'zolari. Mana bu betonimizni bir 4 kun, 5 kun oldin quygan edik. Nasib bo'lsa mana qotdi endi, xudo xolasa buni nima bo'lishini oldindan aytib o'tgan edim. Bu yoq molxona, narigi daraxt tomon tandirxona bo'ladi, tandir o'choq quriladi. Xudo xolasa molxonamiz 2 etajli bo'ladi. Betonimizga keladigan bo'lsak, 63 ga balandligi, bunaqasi 40 bo'lgan endi. Mana shu pres blokimizni teramiz, xudo xolasa. Hozir 1000 taga yaqin kelgan. Nasib bo'lsa mana bu yoqlarni qo'shib teriladi, qo'shib tomonidan da yopib tashlanadi. Bu yog'i to'liq qilib qo'yib chiqdik. Nasib bo'lsa 17 metr betonimiz uzunligi. Usta haqiga keladigan bo'lsa, apalavkasi ustalarning o'zidan metriga 70 ming so'mdan qo'yilgan bu. Endi nimasini farqi yo'q. 50 ga 60 bilan, 50 ga 50 bilan, 50 ga 40 bilan metriga 70 ming so'mdan bo'lgan. Bloklarimizni narxiga keladigan bo'lsak, bir dona blok bosish 2 ming so'm. Kalonni mana bunaqa kalonni qilib chiqarsak, donasiga 5 ming so'mdan teriladi. Kimni qiziqtirgan taklif savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizda yangi bo'lganlar obuna bo'lishni unutmanglar. Biz doim siz bilan birgalikda kun davomida yangi videolar chiqarib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Baravar ichkarisi tandirxonamiz. Ustalar va bloklar toshishni boshlashdi. Nasib bo'lsa, sog' salomat bo'ling.